men hech kimga qarz bermayman. Sababi qarz berib o'zingiz yomon ko'rinib qolasiz odamga. Nega? Kimgadir qarz berdingiz deylik va u qarzni vaqti keldi, sizga beradigan vaqti keldi. U qarz olgan odam qochib yuribdi. Bergisi kelmasdan. Yo, endi siz telefon qilib so'rashingiz kerak. Mamnaqa, menga pul kerak, to'lovim kelib qoldi, kreditimga to'lab olishim kerak deb sabab bilan keltirib olishingiz kerak. Yana anu qarz olgan odam nima deydi? Voy-o, namuncha, bitta shu pul ekanu deydi. Lekin bu yerda o'ylab qarasangiz, siz undan qarz so'rayotgan deb bo'lib qolasiz-da. O'zi kimga qarz bermaslik kerak, bilasizlarmi? Yaxshilikni bilmaydigan, ko'rnamay ifloslarga qarz berish kerak emas. Nimaga? Vaqtida qaytarmadimi, labzini buzdimi, demak u erkak emas. Haqiqiy erkakka qarz berish kerak. Men shuning uchun hech kimga qarz bermayman. Qarz beraman, beradigan odamlarim bor. O'zimda yo'q bo'lsa ham topib, boshqadan olib bo'lsa ham beraman. Mana shunaqa. Shuning uchun menimcha bunaqa holat sizda ham bo'lgan. Kimgadir qarz bergansiz va ola olmasdan o'zingiz yalinib, menimcha ko'pchilikda bo'ladi deb o'ylayman. Bu videoni sizdan qarzi bor do'stingizga jo'natib qo'ying.